Bugun obzorimizda 6 ta Faberlic kompaniyasini duxilarini obzori bo'ladi. Mana shunaqa probnikda hozir novinkalar chiqqan. Beauty Cafe mana Cherry, mana ichida mana ancha milligrammi katta bo'ladi va sumkalarda olib yurish uchun judayam удобный formatdagi duxilar. Mana hozir hammasini ochib ko'rsataman. Mana Beauty Cafe'ni hozir test qilamiz. Mana yerda bunaqa upakovkada keladi, qadoqlangan. Bunday ochib bo'lmaydi. Mana bu yoqda ham xuddi shunday. Hozir ochib ko'rsataman. Mana ochdim. Ochganimdan so'ng bu 15 milli bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Hidlarini ochib test qilamiz. Hidlarini sepdim. Judayam glossni hidi kelar ekan va judayam shirin ekan hidlari. Kim shirin hidlarni yaxshi ko'rsa, Tom Ford'dagi Lost Cherry hidlarini yaxshi ko'rsa, Beauty Cafe judayam zo'r hidi ekan. Kimga mana tavsiya qilaman. Yoshlari mana 30 yoshdagi qizlarga yoki ayollarga judayam zo'r ketadi. Kim shunaqa shirin va приторный hidlarni yaxshi ko'rsa, judayam shuni men tavsiya qilaman. Tom Ford Cherry'ga o'xshaydi, faqat Beauty Cafe bu Faberlic kompaniyasining original duxisi.